hikoyani aytib beraman. O'sha Angliya Hindistonni mustamlaka qilgan paytlari Britaniya qurolli kuchlari askarlaridan biri Hind fuqarolaridan birini yuziga tarsaki tortadi. Tarsakiga javoban bir musht yeydi va yerga qulaydi. Unga qanday jazo berishni bilmay, nima qilishni bilmay, o'zini yog'iga o'zi qovurilib, ustidagi undan rutbada baland bo'lgan qo'mondonni yoniga keladi va bo'lgan voqeani aytadi. Menga yordam kuchlarini bering, askarlarni bering, men borayda unda nima qilay, qasdimni olay deydi. O'shanda yuqori rutbadagi Britaniya qurolli kuchlarining vakili kassani ochadi va uni qo'liga 50 ming rupiy pul beradi. Buni olib borib, seni urgan o'sha odamga nima qilgin bergin. U odam boyagi kalta kelgan askar hayron qoladi. Qanday qilib? U meni urdi. Men uni bir shaklda jazo berishim kerak unga, jazolantirishim kerak uni. Lekin men uni qo'liga 50 ming rupiy pul borib beryapman. Mantiq ko'rmadim bu yerda deydi. Sen, ya'ni bu senga bir iltimos emas, boshqa emas, bu senga bir buyruq bu. Sen buni bajarishga majbursan. 50 ming rupiyni oladi.